Selam dostlar, nishqanlaringiz? Bizda mana mart yoz deylar betinde yoz kelib jetelmish. Ishga ko'ramagiz, soqolga ko'ramagiz, irinam hali shig'irga, ko'rishirga, kishi bilan ko'rishirga vaqtda yo'q. Shuning uchun bir shilmimda. Narsa aytasim kelar. Hali bizda hamanda nechik deb aytayim, shunday pogoda endi mana kuz kubik yetib yashillanib ketelmayali. Bugün mana shu balakagina bir videoni yozdirib oldim do'stlar. Narsa uchun shundayroq so'rovni ko'tarasim keldi. Mana do'stlar, borig'izda hozirgi biznes turida so'laysiz bitinda, evet. Biznes turida so'laysiz, biznes turida o'ylaysiz. Bek ko'p so'lanuvlar bor endi internetda, deganda menda men shunday bir balakagina bir balakagina video sarg'ab oldim. Shu turida narsa so'lasim keladi do'stlar. Boshingizda mana nendek o'y bor, sizga ko'ngilingizga nendek hunar yoqin, shuni tutug'izda ishlaysiz. Mana hozir bitinda materiallarni olirga, mana qo'ydandir o'rganirga, narsadandir o'rganirga butunay birda bor. Bek ko'p material ko'p, butunay bir turida da butunay birni so'lab bitdilar endi. Mana nechikdir siz qo'zg'alib keta olmaysiz. Eng birinchi, eng zo'ri shul, mana qo'zg'alib narsalar ishlab boshlab jiberga kerak. Ham siz onun uchun birda qo'rqmangiz. U boshlab ketgani shunda problemalarda tuva, nechikdir jo'nalib nechikdir joylanib ul ketadi. Shuning uchun siz nechik deb aytayim, eng tub mana o'zingizning mana masalan deb aytaylik, siz mana servis tashlaysiz ekan, mexanik bo'lib. Siz mexanik bo'lib ishladingiz, уже aytaylik 10 yil ishladingiz mexanik. Siz har vaqtda o'zingizning mana servisni ochirga o'ylaysiz. Mana hozir vaqt, u hozir 1 yildan so'ng, 2 yildan so'ng, 3 yildan so'ng osham deb olay nechikdir umid bilan yashamaysiz do'stlar. Siz uni olingizda boshlagingiz. Mana u bugun uni boshlarga kerak. Chunki mana sizning уже tajribangiz bor, tajriba. Eng zo'r ayb tajriba. Uni sen bir kunda sotib ola olmaysan. Mana sening qo'lingdan kelgan ish, u sening endi biznesing. Mana sen nechik mana narsani yoqshi bilasan, shesh ola bilasan ekan, mana пожалуйста, salon och. Men aytayim, har vaqtda birinchi topqir ochganda o'zingizning kuchingizga, o'zingizning haligizga ishonib qilasiz. O'zingiz ishlarga deb bir qo'shanda yong'agina ochilgan biznesni kishi mana men mexanik olaman da, tigini robotnik olaman, tigisi bunsa olay boshlarga yaramay. Eng birinchini o'zing ishlab boshlarga kerak. Men mana shaxsan o'zimning da tajribam shunday. Shuning uchun o'zing ishlab, balakagina masalan salonni olding, arendani so'lashding, joylab endi kishilarni ketirga, nechik reklama yasarga, g'odigina reklamani yasarga, onsin endi ikkinchi nida so'larman. Bugunga bir nida vinegret yasasa kelmaydiganda. Men sizga aytasim kelar, mana agar endi sizning fikringiz bor ekan, o'yingiz bor ekan narsadir ishlarga, evet, siz uni tutug'izda ishlaysiz. Kutib o'tirmangiz. Mana kutib vaqtni o'tkazmangiz. Tutug'izda boshlagingiz. Mana o'taga vaqt o'tayotira. Shundan endi mana boshlagach, shundan endi aytirsiz, mana bittaga mala durust so'ragan bo'lgan. Necha yil yurganman, ne shundoq shuni boshlamaganman ekan deb. Istya tutamiz endi mana shuni. O'zing o'z kuchingga ishonib, o'zingning tajriba ham tag'in bir aybirni aytasi keladi do'stlar, o'zingiz yaxshi bilgan aybirgagina tutunasiz. Siz masalan aytaylik, siz vrach ekan, evet, например, zubnoy vrach ekansiz, evet. Siz restoran ochirga sizga kerakmi? Siz restoranda bek yaxshi разбираться etasiz ekan, parikmaxers ochirga anday bilmagan aybirlarga kirmangiz. Chunki bor shunday aybir do'stlar, mana podvodные камни deylar. U mana birinchi qaraganda u yuk kerak. Mana birinchi problemada yuk. Narsa endi u, masalan, arendaga olding, ishlay boshlading. Yo'q do'stlar. Har bir aybirning aytib bitilmagan, sen bilmagan, uni senga konkurentlar da aytmaylar-da, chunki ular unda bilmasga mumkin. Bu umuman turmushda kutilmagan shunday aybirlarga hozir bo'larga kerak deb aytasim keladi. Uni bir kimda bilmay, o'zingiz mana boshlab jibermaysiz, siz uni bir qo'shanda bilmaysiz. Shu uchun do'stlar, mendan sizga
Шундай кеңеш, курыкмагыз, башлагыз, икеләнмәгез. Бөтен әйбердә килеп чыга. Һәм бер әйбер әйтәм сезгә. Килеп чыкмаса, ул сезнең өчен зур тәҗрибә була. Тормышта иң зур тәҗрибә үзең эшләп караган опыт, тәҗрибә, иң кыйммәтле әйбер. Сен аны бер кайдан да сатып ала алмыйсың. Но шулай да ничектер хәзер инде җайлы, бөтен материалда бар, YouTube'та да бар, ничек үзгәртергә, ничек эшләргә. Шуның өчен дуслар, минем сезгә киңәш, икеләнмәгез, узак уйламагыз, башлап җибәрегез, сезгә уңышлар. Кайнар сәламнар сезгә.